Bir daqiqaga to'xtay olasanmi? Sen nima qilyapsan o'zi? Yo'limdan qoch. Nisan hech qayerga keta olmaysan. Iltimos Dinchar bey. Nisan bu so'nggi imkoniyating. Imkoniyatidan foydalanishni xohlamayapti. Chetga o't. To'xta, menga qara. Eshref, Sen kimsan? Nega aralashyapsan? Meni mafiyaliging bilan qo'rqita olmaysan. Dinchar. Dinchar. Ko'zingni och, Dinchar. Hoy, tirikmisan? Shu yetmay turganda. Nega qarab turibsiz? Tez yordamga qo'ng'iroq qiling, ko'rmayapsizmi ahvolini? Qo'ng'iroq qildik, xonim. Dinchar, Qani ko'raylik-chi. yaqinlashma. Aslo unga tegi ko'rma. Bu telbani boshimizga balo qilding sen. Daf bo'ling bu yerdan. Ikkalangiz ham yo'q qolinglar. Bu ishingiz uchun javob berasiz. Sen bu ishing uchun qattiq badal to'laysan. Hech kimdan qarz bo'lib qolmaymiz. To'laymiz. Dinchar, o'zingga kel. Hali ham o'zingni qahramondek tutyapsan. Unga biror nima bo'lsa-chi, o'lsa nima qilamiz? Unchalik qattiq urmadim, oshirib yuborma. U sinadan yiqildi, boshi yorildi. Ehtiyot bo'lishi kerak edi. U senga nima qildi o'zi? Nima dedi? Qo'limdan ushladi, qo'limdan. Eng nafratlangan ishimni qildi. Demak, bu ikkalasidan bittasi. Ya'ni meni o'g'lim shu yerda, ha? Menimcha, Eshref, ya'ni Kadir sening o'g'ling bo'lishi mumkin emas. Shunday deb o'ylaysanmi? Menimcha shunday. Aslida Eshref bilan juda ko'p o'xshashliklaringiz bor. Gapirish, yurish-turishingiz hammasi bir xil. Sukut saqlashingiz, sokinligingiz. Kadir yo'q, u bo'lishi mumkin emas. Kadir emas. Biroz shoshma. Umid qilamanki, gaplaring haqiqat. Shubhaga o'rin yo'q. Ishonch hosil qilish kerak. Test qildiramiz. DNK testi. Qanaqa test? Nimalar deyapsan? Nima demoqchisan sen? Men Eshrefning yoniga borib, sochingdan biroz kesib olay, DNK testini qildiray, otaymanmi yo'qmi, aniqlashtirib olishim kerak deymanmi? Hech qachon. Unga aytishimiz shart emas. Hoy, sen nimalar deyapsan, ha? Nima deyapsan? Nima men Eshrefning orqasidan ish qilamanmi? Hech qachon bizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, afandim. Asabiylashmang. Zinhor bilib qo'y, bu ishga aralashma. Tushundim. Nima qilganingni tushunyapsanmi? O'zi qamoqdan chiqqaningga qancha bo'ldi? Ustingdan shikoyat qilishsa-chi, duo qil sog'ayib ketsin. Nisan oshirib yubording, nima bo'lsa bo'lsin. Men seni o'ylayapman, Dinchar bilan ishim yo'q. Boshingga balo bo'lishidan, yana men sababli qamoqqa kirishingdan qo'rqyapman. Qamoq ham sensizligi ham men uchun bir xil narsa. Nima? Eshitding-ku, qaytarmayman. Yana bir aytchi. Tushunganga bir martasi yetarli. Buni 1000 martalab eshitishni xohlayman. Vaqt kelsa yana aytaman. Baribir imzolamoqchi emasdim. Nega bording u yerga unda? Jahlimni chiqarding, sen nega kelding? Pushaymon bo'ldim. Xidirog'ini gaplari o'ylantirib qo'ydi meni. Nima dedi? Qo'yaver. Qayerga ketyapmiz? Ishimiz bor. Ey Xudoyim, Dinchar tirik bo'lsin, duo qil. Ularni yo'q qilaman. Ahvoling yaxshimi? Qani, 1, 2, 3. Aqldan ozgan. Manyak, o'g'ir jinni. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Bu yerini yaxshilab joylashtir. Mashinaga joylaymiz. Tezroq. Ehtiyot bo'l.
Hozirgina tez yordam keldi. Dinchar beyni shifoxonaga olib ketishyapti. Boshdan shunaqangi qon oqyapti, nima qilishni bilmay qoldim. Shifoxonaga boraymi, uygami? Hayronman. Sen to'g'ri shifoxonaga bor. Ularning orqasidan bor. Men ham ortingdan boraman. Nima ishing bor seni shifoxonada? Sen bormasligingga qaraganda birortamiz borib uzr so'rashimiz kerak. Hech narsa qilish shart emas. Ishref, bu qanchalik jiddiyligini tushunmayapsanmi? Agar bu odam sendan shikoyat qilsa, yana qamoqqa kirasan. Qancha guvohlar bor edi u yerda. Ayni paytdan bundan muhimroq ishlarimiz bor. Masalan, birorta odamni otib tashlashmi? Seni qamoqqa kirishingdan muhimroq nima ishimiz bo'lishi mumkin? Taylanni o'ldirgan odamni topdim. Rostdanmi? Qachon yolg'on gapirganimni ko'rdingmi san? Yo'q, unday demoqchi emasdim. Xo'p, mayli, boraylik unda. Nima bo'ldi? Yangilik bormi? Asta-sekin hushiga kelyapti. O'lim xavfi ortda qoldimi? Ahvoli hanuz jiddiy, ammo hushiga kelyapti. Eshitaman Xidirog'a. Eshrefim, odam hushiga kelyapti. Xo'p, biz ham boryapmiz. Kim bilan? Nisan ham yonimda. Xo'p, bo'pti, tushundim. Ko'rishguncha. Hushiga kelganmish. Duo qilaylik, Dincharam hushiga kelsin. Xush kelibsiz, Eshref og'a. Xush ko'rdik. Bu o'sha odammi? Ha, bog'da Taylanni o'ldirgan odam shu. Lekin bu odamning ahvoli yaxshiga o'xshamayapti. Yuqoridan pastga sakradi. Taqdim etadi. Bu odam ortiq chiday olmaydi. Yaxshiroq shifoxonaga olib borishimiz kerak. Gapingiz to'g'ri, Xidirog'a. U yashash kerak. Xo'sh, dushmanlaring bu itni ipini ushlab turganlar tirikligini biladimi? Menimcha bilishmaydi. Eshref, bu odam yashashi kerak. Afrani qotilini bilishi mumkin. Bu odamni gapirtirishimiz kerak. Hoy, uyg'ondingmi? Meni eshityapsanmi? Nimani o'ylayapsan? Eshref. Hozir kelaman. Nimalar bo'lyapti, birodar? Xo'p, bu odam Go'njadan ayrildi. Senga nima bo'lyapti? Ayten. Turmushga chiqibdi og'a. Nima? Ayten turmushga chiqibdimi? Bo'lishi mumkin emas. Hech qanaqasiga imkoni yo'q. Nima qiladi endi, ha? Professor erini senga o'ldirtiradimi? Ana u erini. Og'a, nimalar deyapsiz? Unda nega sen bilan ko'rishmoqchi bo'pti? Bilmadim. Lekin nimadir kutayotgandek ko'rindi menga. Yordam kutayotgandek. Sen u bilan gaplashmadingmi? Yo'q og'a, gaplasha olmadim. Uzoqdan turib kuzatdim. So'ng ketdim. Nimalar bo'lyapti-ya? Tong ham o'tibdi. Bolalar. Eshref qayerda? Kecha tunda kelmadi. Menga xavotir olmanglar deb xabar qoldiribdi. Mana Eshref qo'ng'iroq qilyapti. Eshitaman, Eshrefim. Xo'sh. Xo'p, hozir boramiz. Nima bo'ldi? Qidirni uyida sizni kutyapman dedi. Tayyorlaning, boramiz. Qizim, sen ham tur o'rningdan bor. Bularni yolg'iz qoldirma. Men hozir kiyimimni almashtirib chiqaman. Kelmasimdan hech qayerga qimirlamay turing, xo'pmi? Xavotir olma. Gulginam. Operatsiya xonasi tayyormi? Ha, doktor bey. Zudlik bilan tomografiya qilish kerak. Tushunarli, doktor bey. Tezroq bo'ling. Shoshiling.
Yaxshi. Biror narsa kerak bo'lsa ayt. Mayli, lekin ko'p narsa kerak. Bo'pti, sen yozib ber, yigitlarga olib kelishadi. Bu kir yuvish kukuni emas, borib do'kondan oladigan noqonuniy taqiqlangan moddalar. Yaxshisi meni qo'yib yuboring, og'a. Biz topamiz, birodar. Sen nima kerakligini ayt. Xo'y, kechgacha tayyor bo'ladimi? Bugun kechganmi? Yo'q, albatta. Keyingi hafta kechgacha. O'g'lim, sen nimalar deyapsan? Uzog'i bilan ertaga kechga kerak. Taqdimot uyushtiramiz. Bugun yoki erta kechgacha imkoni yo'q. Menga ko'proq vaqt kerak. Menimcha meni yaxshi tushunmading. Ertaga kechgacha tayyorlab berishing shart. Xo'sh, unda bunday qilaylik. Qanday qilamiz? Avvalroq tayyorlangan moddalardan beray. Ko'p emas, lekin taqdimot uchun yetarli bo'ladi. Aks holda nima bo'lishi aniq. Lekin bu gaping to'g'ri. Menga yoqdi. Og'a, taqdimotni qayerda uyushtiramiz? Har holda mehmonxonada qilmasa kerak, to'g'rimi? Yo'q. Jihatni ofisida qilamiz. U yer to'g'ri keladi. Ajoyib. Bo'pti. Unda men jihat bilan gaplashaman. Gaplash. Lekin istamasa ham bir amallab ko'ndir, Kenan. Bu muhim masala. Tushundim, og'a. Xavotir olmang. Qani sen ham ishingni boshla. Meni eshityapsanmi? Hoy, Eshrefni yaxshi bilmaysan. Agar bilganlaringni aytmasang, seni tanangni parcha-parcha qiladi. Keyin parchalardan itlarga ovqat tayyorlab, ularga yediradi. Jiddiy aytyapman, hech ham hazillashmayapman. Nima bilsang, hammasini hoziroq ayt. Agar gapirsang, o'lishingga yo'l qo'ymayman. Eshref bilan meni oram yaxshi, vaqt o'tyapti. Gapir tezroq. Afrani qotili kim? Seni kim yolladi? Gapirmaysanmi? Sizlarga hech narsa aytmayman. Seni bosh suyaging singanda? Nima bo'ldi? Joning og'ridimi? Senga hali hech narsa qilmadim-ku. Kimga ishlashingni aytmaguningcha bu davom etadi. Eshref, bo'ldi, qo'yib yubor. Afrini qotili kimligini bilmoqchi emasmiding? Albatta bilishni istayman, lekin bunday qilib emas. Gapirsang, ahmoq o'lishni xohlayapsanmi? Qaysarlik qilma, gapir. Eshref! Voy ahmoq, seni o'sha ishonganlaring ham sotdi-ku. O'ldirish uchun kelishdi. O'shalarni himoya qilyapsanmi sen? Ularga sodiqmisan? Gapir. Qo'lingdan kelganini qil. Eshref, qo'yib yubor, bizga tiriklayim kerak. Bu odam shu ahvolda yashay oladimi? Bu yerda qiyin. Bunaqalarni yaxshi bilaman. Gapirishmaydi. Nima qilsang ham sotishmaydi. Xidir og'a bularni yaxshi bilar ekansiz, ammo meni yaxshi tanimas ekansiz hali. Gapiradi. O'ldirsak bizga foyda bermaydi, bolam. Unisini bila olmaymiz. Mostbet O'zbekistondagi eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Yuqori koeffitsiyentlar, ishonchli pul yechish va tezkor ilova. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling. Prokuror xonim, Qizim, tinchlikmi? Nega keldingiz? Nima xohlaysiz? sendan xavotir oldim. Qayerga ketyapsan? Ishga.
Sen dam olishing kerak. Senga o'z qo'lim bilan ovqat qilib berishga keldim. Shunaqami? Albatta. Unda kiring. Xush kelibsiz, og'a. Nisan shu yerda. Hayron qoldirdikmi? Ha, Eshrafim biz keldik. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Men ham yuqorida sizni kutayotgandim. Juda yaxshi. Bu nima ahvoli? Ichkilikni hidi kelyapti-ku. Ha. Shunaqa bo'lib qoldi. Nima bo'ldi, Gurdal? Dardlashdik. Ertalabdanmi? Erta tongda emas, kecha oqshomdan tonggacha. Nima dardi bor ekan bularni? Bu telba sevgilisidan ayrildi. Buning sobiq xotini turmush quribdi. Sobiq xotinim emas, og'a. Ayten uni ismi. Ayten sobiq xotiningning ismi emasmi, birodar? Ismi Ayten. Menga qara, uni bir dona sobiq xotini bor, ismi Ayten. Ko'rib turganingdek vaziyat shu. Bo'pti, bu yoqqa keling. Keldik. Tinchlikmi? Murda kabi sasyapsan, Gurdal. Yaxshimisan? Irmak, Eshrefning boshi baloda. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas-ku. Bunisi boshqa. Dinchar beyni urdi. Yiqilib tushdi, boshi yorildi. Nega? Men sababli. Bunisi ham yangilik emas. Hozir bu muhim emas. Agar ustidan arz qilsa, jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Shu yetmay turganda o'zi. Nima qilamiz? Men Gonjaga xabar beray, keyin esa shikoyat qilmasligi uchun duo qilamiz. Ahvoli qanaqa hozir? Jiren shifoxonada men gaplashaychi. Javob berarmikan? Alo, nima qilding? Taksiga chiqib ortlaridan keldim. Ahvoli qanaqa? Hali bilmadim. Doktorlar hech nima deyishmadi. Boshini MRT qildirish kerak ekan. O'lim xavfi bo'lishi mumkinmi? Eshref tirik ekan, albatta bu xavf bor. Uni so'ramayapman, Jiren. Bilmadim, Nisan, bilmadim. Doktorlar hanuz biror narsa deyishmadi. Lekin miyasiga qon quyilgan bo'lishi mumkin ekan. Bunday gaplarni gapirma. Yaxshi, men ham boraman. Bo'pti. Ke, seni kutaman. Men borib Dinchar bey bilan gaplashishim kerak, lekin Eshref buni bilmasligi kerak. Nega? Hech bo'lmaganda uzr so'ray, arz qilmasin. Mayli, men yordam beraman. Sog' bo'l. Tushundingizmi? Bularning hozir miyasi ishlamayapti, men tushundim. Meni boshim ishlayapti, og'a. Bo'pti, bo'pti. Xo'p, bo'pti. Sekin. Biz Nisan bilan ketyapmiz. Qayerga? Shu Dincharga nima bo'lganini bilmoqchiman. Keyin boshimizga balo bo'lmasin. Zinhor shifoxonaga borish haqida o'ylamang. Bo'pti. Bo'ldi, tushundim. Kalit qani? Hozir qayerda edi? Senda emas, men oldim. Bu yerda ekan. Agar sizga serialimiz yoqqan bo'lsa, uni davomini Yangi TV ilovasida tomosha qiling. Belgi berishlari bilan u odamni olib chiqamiz. Biror yering og'riyaptimi? Yo'q. Faqat shu mana bu o'lgur tomog'imni siqib tashladi. Doktor bir hafta taq dedi, lekin boshqa chida olmayman. Gaplaringga e'tibor ber. Meni eng yaxshi gapirgan holatim shu. Siz meni jahlim chiqqanda ko'ring. Xo'sh, oyi, Nima xo'sh? nega keldingiz? Aytdim-ku, sendan xavotir oldim deb. Aniq shunaqami? So'rayvering. Nimani so'ray? Yozuvlar bor qattiq diskni aslida men olmasligim kerak edi, lekin men oldim. Ustiga ustak hammasi yo'q bo'ldi. Nima ishlar boshlab yuribman o'zim meni? Arang chidab turgandirsiz mavzuni ochmaslik uchun.
Ha, albatta, u mavzuni hali gaplashamiz. Lekin hozir boshqa masala bor. Ha. Nima ekan? Eshrefni ozod bo'lishi, uni foydasiga guvohlik berishing. Eski boshlig'ing bilan gaplashdim, Chig'dem. Senga aytgandim, to'g'rimi? Eshrefni yoniga kirganingda aniq aytganda nima bo'ldi, Chig'dem? Qanchalik ma'lumotingiz bor? Orangizda ishqiy munosabat bo'lganini eshitdim. Xo'sh, Eshrefni sevib qolgan emishsan. sevsam sevibman. Nima qilibdi? Sen nima deyotganingni tushunmayapsan shekilli. Ha, sevib qoldim. Juda ham qattiq sevib qoldim. Uni qo'lga tushirmoqchi edim, lekin sevib qoldim. U ham seni sevadi deb o'ylaganding. Lekin u sendan foydalandi, to'g'rimi? Ha, mendan foydalandi. Politsiyachi ekanimni ham bilib qoldi. Keyin esa butun tashkilotni bildi. Hamma g'iybat qildi meni. Oylar davomida ortimdan gapirishdi. Yerning tagiga kirdim, sharmanda bo'ldim. Bo'ldimi? Xotirjamisiz endi? Chig'dem, o'zingni bos, tinchlan. Nega? Hamma narsani bilishni xohlardingiz-ku? Mana aytib beryapman. Men u bilan hayotimni eng go'zal vaqtlarni o'tkazdim. Tushunyapsizmi? Anglayapsizmi? Yolg'on bo'lsa ham, foydalangan bo'lsa ham menga baribir. Menga ahamiyatli ekanimni his qildirdi u yigit. Sizga o'xshab qutulish kerak bo'lgan axlatdek munosabat qilmadi menga. Chig'dem, o'zingga kel. Men seni onangman, onang, tushunyapsanmi? Siz men uchun faqatgina respublika prokurorisiz xolos. Oramizda rahbar va ishchi munosabatidan boshqa hech qanday aloqa yo'q. Men seni boshing baloga kirmasin deb harakat qilyapman. Tushunmayapsizmi, oyi? Endi juda kech. Kech endi. Bilishni xohlagan boshqa narsangiz bormi? So'rang. Men hammasiga javob beraman. Gapiring, bo'ling. Qadr degan odam bilan uchrashyapsan. Sen nima ishlar qilyapsan o'zi? Maqsading nima o'zi, qizim? Qamoqqa kirmoqchimisan? Gapir, nima qilyapsan? Haqiqatni bilishni xohlaysizmi? Ha, xohlayman. Eshrefni istayapman. Hali ham uni sevaman, oyi. Bo'ldimi? Telbalarcha sevaman uni. Sen shuning uchun ko'rsatmayni o'zgartirdingmi? Yo'q, buning uchun emas. Nega o'zgartirding unda? Xo'sh, gapir. Nisanni sevgani uchun. Uni rashk qildim. Jazolashni istadim. Qizim, bu jinoyat. Jinoyat qilyapsan, Chig'dem. Bu qonunga zid jinoyat bu. Bilib turibman. Siz ham endi meni jinoyatimga sheriksiz. Men bu bema'nilikka chidab tura olmayman. Bu qanaqa ahmoqlik? Men ketdim. Qanaqasi bu? Kimga turmushga chiqibdi aytan? Bilmayman, gaplasha olmadik. Borib odamni o'ldiraylik unda. Albatta, men hal qilaman. Yo'q, bunday vaziyat bo'lsa o'zim otib tashlayman, u oson. Voy, professor, qo'ysangchi, o'ldiraylik, mavzu ham yopilsin, hal bo'lsin shu ish. Biz qotilmizmi? Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ixtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Nima? Qotilmasmizmi? Men buni aytmayapman. Balki u odamning aybi yo'qdir. Ayting, u odamni balki sevar, baxtlidir u ikkisi. O'ldirish degan narsa yo'q, gap kelganda aytdik. Aslo. Yuragim juda siqildi. Qayerdan ham sevdim shu ayolni. Nega bunchalik o'rganib qoldim? Meni hissiy aqlim biroz zaif. Ahmoqman. Meni sevmasligi aniq. Lekin shuncha vaqtdan keyin qo'ng'iroq qilganiga ko'ra balki sevarmikin? Odatda seni xafa qilganni parchalarda muammo. Qarshimizdagi ayol kishi bo'lgani uchun hech narsa qila olmaymiz. Sen ko'p siqilma. Hammasi yaxshi.
Menga qaranglar, men ham sevgilimdan ayrildim. Nega menga hech kim tasalli bermayapti? Kel Muslim. Yo'q, shart emas. Kelsangchi, birodar. Yo'q, iltimos, ichib olgansan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Yolg'izlikka ketdim-ey. Ablah uyg'ongan bo'lsa kerak. Yuringlar. Jiddiy xavf yo'q. Ammo 6 soatgacha nazoratimizda bo'lgani yaxshi. Bosh og'rishi, ko'ngil aynishi qayd qilishi mumkin. Yonida kimdir bo'lishi kerak. Katta rahmat sizga, doktor bey. Rahmat, doktor. Salom, yaxshimisizlar? Dinchar beyni ahvoli qanday? Qanday bo'lsin, Eson xonim? Siz qanaqa bo'lishni xohlagandingiz? Eshref bey uni o'ldirmadi deb xursandmiz. Shukr qilyapmiz. Ishoning, men buni xohlamagandim. Seni telba sevgiling oz qoldi uni o'ldirishiga. Aqldan ozgan deb kimni aytyapsiz? Kechirasiz. Eshrefni og'zingizdan chiqayotgan gaplarni o'ylab gapirsangiz bo'lardi. Kechirasan. Sen kimsan o'zi? Singlisiman. Ha. Buni menga tahdid qilish uchun o'zing bilan olib keldingmi? Bu emas ismim. Irmak Bozuk. Qizlar, iltimos tortishmanglar. Biz bu yerga Dinchar beyni ahvolini bilishga kelganmiz. Oldiga kirishi mumkinmi? 5 daqiqaga xolos. Dinchar beyni ahvoli juda ham yaxshi. Doktor tuzaladi deb aytdi. Mayli, 5 daqiqaga ko'rsam maylimi? Ko'ra olmaysan desam. Hozir mavridi emas. Kelishdi. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Boshing qalay bo'ldi? Hali ham og'riyaptimi? Suyaging ham singan a seni. Tezroq tuzalgin-da. Yana bir marta sindiraylik suyaklaringni, xo'pmi? Nima bo'lyapti? Bu qanaqa ovoz? Eshref. Bosqin uyushtirishdi. Buni olgani kelishdi. Og'a, ular ko'pchilik. Atrofimizni o'rab olishibdi. Nima bo'lyapti, ablahlar? Uni bizga qaytarib bering, yo'qsa hammangiz o'lasiz. Bizda sizga beriladigan odam yo'q. Eplolsangiz kelib oling. Jin ursin bu ishni. O'lsak o'laylik. Hoy, Men chiqaman, bo'ldi, siqilib ketdim. Hoy, to'xta, Farruh. Farruh, yo'q. Farruh, to'xta. Hoy! Tashla to'pponchani, bo'l, ber menga. Ol qurolni. Eshref! Odaming meni qo'limda. Yigitni olib kel. Odamingni ol. Ablahlar professorni qo'lga olishibdi, Eshref. Biz unga aytdik chiqma deb. Bo'pti. Bo'ldi, xotirjam bo'ling. Odamingizni oling, Farruhni qo'yib yuboring. Bo'lmaydi, avval uni ber. Eshref, nima qilamiz, otamizmi, ha? Otaylik, ha? Farruhni xavfga qo'ya olmaymiz, Gurdal. Menimcha bu odamni beraylik. Bular juda ko'p, bas kela olmaymiz. Qidirog'a, biz kimlar-ru, nelarga bas keldik? Eshref, otaylik shularni. Eshref. Odamini beramiz, Farruhni olamiz. Gap tamom. Odamingni olib boryapmiz. Old tarafdan chiqamiz. Yur. Sekinroq. Bo'ldi, xotirjam bo'ling. Tinchlaning. Sekin keling. Professor, sen yaxshimisan? Almashishni ko'chada qilamiz. Kelishdik. Tinchlaning, istaganingizni olasiz. Tinchlaning. Menga qara, qurolingga ehtiyot bo'l, qo'lingga ehtiyot bo'l, aks holda oqibat yomon bo'ladi. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi.
Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. Yigitlar, menga qarana, to'g'ri ish qilib yurmang, xato qilib qo'ymang, bilib qo'ying. Yaqinlashmang, joyingizda qoling. Olib bor. Kel, olib kel bu yerga. Mashinaga sol. Qani haydang mashinani. Ahvoling yaxshimi? Yaxshimisan? Men qutuldimmi bulardan? Ha. Sizni kim yubordi? Boshliq. Qaysi boshliq? Nechta boshliq bor? Menga telefon ber. Alo. Men chiqdim. Boshliqqa qo'ng'iroq qilib vaziyatni ayt. Qanaqa o'lish? Eshrefni qo'lida edim. 1 daqiqa kutib tur. Qayerga ketyapmiz? Ishonchli joyga. Jonli tarzda joylashuvni yubordim. Siz ham hoziroq keling. Bizga ishonmayapsanmi? Hozir hech kimga ishona olmayman. Eng so'nggi tarjima seriallar. Faqat Ancha yaxshimisan? ilovasida. Yaxshi. Nisan shu yerda. Shunaqami? Hozirgina keldi. Arz qilsa, Eshref qamoqqa kiradi deb xavotirda. Albatta arz qilaman. Qamoqqa kirishni xohlamayotganding-ku? Kirmaydi. Qanaqasiga? Ichimda bir ovoz kimdir bunga yo'l qo'ymaydi deyapti. Ha, shunaqami? Tushundim. Alo. Nima? Kim qayerdan qochibdi? Nimalar deyapsan? Nima bo'ldi? Bizni bemor. Eshrefni qo'ldan qutulibdi. Siz chiqardingizmi deyapti. Nima? U o'lmaganmidi? O'lmabdi. Eshrefni qo'lida ekan. Eshrefni. Alloh jazoingni bersin. Bizni aloqamiz yo'q. Tirikligini ham bilmasdik. Qayerdan bilaman kim qutqarganini? Nimadir aytganmikan? Aytganda Eshref allaqachon bu yerga kelmasmidi? Aniq ayta olmaymiz. Qayerda ekan? Yigitlardan birini yuboraman. Yo'q, to'xta. 1 daqiqa. Biz qutqarmagan bo'lsak, kim qutqardi bu odamni? Alo. Alo. Tushundim. Demak u emas. Bo'pti unda. asilmedia.net taqdim etadi. Yo'lda qiynalmadingmi? Kimgadir qo'ng'iroq qildi og'a. Boshliq deb kim bilandir gaplashdi, lekin ismini bilmaymiz. Ahamiyati yo'q. Muhimi tirikligini va meni qo'limda ekanini biladi. Bu xavotir unga yetadi. Sen qalaysan og'a? Biroz qo'pollik qildik, aybga buyurma. Hammasi joyida lidar, yanada ishonchli chiqdi. Rahmat og'a. Rosa chuv tushirdiga seni, ha? Ko'rsataymi? Qara. Qarayapsanmi? Tayyormisan? Ha? Tomosha qil. Ko'rdingmi?
Og'ayni, sen uchun biror xarajatdan qochmadik. Qara, mana bu ham. Bularni hammasi pul. Qalay, yoqdimi o'yinimiz? Qo'ng'iroq qilgan raqamini surishtiring. Biroz kutamiz, ko'ramiz kimdir kelarmikan. Xo'p bo'ladi. Atrofga yigitlarni joylashtirdim. Ajoyib ish qildingiz, beylar. Barakalla. Rahmat og'a. Qayerga ketyapsan? Doktor bu kecha qolishing kerakligini aytdi. Bu yerda yotib Eshref meni o'ldirishini kutolmayman. Endi nima qilamiz? Hoziroq politsiyaga qo'ng'iroq qilib arz qil. Band emasmisiz? Dinchar bey? Ancha oyoqqa turibsiz. Seda xonim aytgandiki, Men shifoxonalarni hech yoqtirmayman. Uyda dam olish ancha yaxshiroq. gaplashib olsak maylimi? Eshitaman. Eshrefni ustidan arz qilmaysiz-a? Albatta arz qilaman, Nisan. Kimdir bu odamni to'xtatish kerak. Sal qolsa meni o'ldirardi. Arang sog' qoldim. Men sizdan uni o'rniga uzr so'rasam bo'lmaydimi? O'zi kelib uzr so'rasa ham hech narsa o'zgarmaydi. U hech qachon bunday qilmaydi. Yaxshi. Demak, buni tovonini to'laydi. Unga o'xshagan jinoyatchilar turma ortida o'tirishi kerak. Bu ishlarni hammasiga men sababchiman. Nisan, seni yagona aybing noto'g'ri odamni sevganing. Boshqa xatoying yo'q. Nima bo'lsa ham, men u odam bilan to'qnash kelishni istamayman. Sen ham tanlovingni qilding. Qiladigan ish qolmadi. Sen endi uni ko'rishga qamoqxonaga borasan. O'rganib qolgansan-ku. Seda, sen shifoxona ishlarini hal qil. Serial davomini hoziroq Yangi TV ilovasida tomosha qiling. Hozirgina o'lay deb turgandi-ku. Biroz oshirib yuborishibdi. Nima bo'ldi? Gaplasha oldingmi? Gaplashdik. Bundan keyin Eshrefni ko'rishga qamoqxonaga borasan dedi. Bu odamni jonidan umidi yo'q demak. Qani ketdik. Hoziroq meni oldimga kel. Ortingdan kuzatishmayotganiga ishonch hosil qil. Zinhor men bilan ko'rishayotganingni birovga sezdirma. Seningcha kimdir keladimi, Eshref? Seningcha-chi? Qayerdan bilaman, shuning uchun sendan so'radim. Bunday deb o'ylamayman. Unda biz nega bu yerda kutyapmiz? Balki kelar deb. Unday deb o'ylamayman deding-ku. Bunchalik ahmoq dushmanga loyiqman deb o'ylamayman. Odami bizni qo'limizda, buni bilishadi. Albatta bir xato qilishadi. Balki u odamni gapirtirgandirmiz. Qayerdan bilishadi? Tirik bo'lgani uchun. Menimcha shunday. Menimcha ham. Nima bo'ldi, gapir. Menga qo'ng'iroq qildi. Eshrefni qo'lidan qochdim dedi. Bu odam o'lmaganmidi? Bilishimcha, o'liklar telefonda gaplasha olmaydi. Ish qilib Eshrefga men haqimda aytib qo'ymabdimi? Bilmayman. Ammo telefonda ehtiyot bo'lib gapirdi. Uni qutqarasiz, to'g'rimi, xo'jayin? U meni akamdek bo'lib qolgan. Albatta qutqaraman. Rejangiz qanaqa? Avval Eshref undan hech narsa bila olmasligiga ishonch hosil qilish. Qanaqasiga? Senga qo'ng'iroq qildi, to'g'rimi? Ha, Telefoningni ber. Shunga telefon qildimi? shunday. Seni izingga tushgan bo'lishlari mumkin. Xo'sh, nima qilamiz unda? Bir rejam bor, ammo senga yoqmasligi mumkin. Dinchar bey, rejangiz qanday?
Mana bo'ldi. To'g'ri boshqarmaga yuboraver. Xo'p bo'ladi, amirim. Kiring. Amirim, Eshref Tekni hibsga olish bo'yicha buyruq chiqibdi. Nima? Nega? Jarohat yetkazish. Birining boshini yorib qattiq jarohatlabdi. Kimni? Dinchar Burchay ismli odamni. Korxona rahbari menimcha. Shu yetmay turgandi. Prokuratura buyrug'i ustidan shikoyat tushgan. Bo'pti, qayerdaligini topib olib keling. Xo'p bo'ladi, amirim. Nima qilding? Muammoni hal qildim. Sen nima qilding? Shikoyat ishi hal bo'ldi. Eshrefni hibsga olishadi. Ajoyib. Bizdan bir muddat uzoq bo'ladi. Yetimlar kelishdimi? Kelishdi. Hammasi shu yerda. Namunalarchi? Ular ham tayyor. Ajoyib. Allo, Katta muammoyimiz bor. nima ekan? Eshref men haqimda bilib qolishi mumkin. Bir odam ham uni qo'lida. Tavba, tavba. Sen qanday qilib bunaqa xato qilding? Yordaming kerak. Nima xohlaysan? Odamni top. Eshref qayerga yashirgan bo'lishi mumkin. Men qayerdan topaman? Bu shaharda 15 million odam bor. Kim bilsin qaysi teshikka tiqqan? Eshit Kadir, agar u odam gapirsa, men tomon bo'laman. Men tomon bo'lsam, o'z-o'zidan sen ham tomonsan. Vaziyatning jiddiy ekanini tushunmadingmi? Bo'pti, mayli. Hal qilaman bu muammoni. Nima bo'ldi? Qayerdan bilay, vahimaga tushibdi, juda qo'rqyapti. Bir odami Eshrefda ekan. Tavba. Bilasanmi, og'a? Agar biz bu Dincharni Eshrefga sotsak, juda xotirjam bo'lardik. Hamma narsa navbati bilan Kinan. Shu ko'prikdan bir o'taylik. Hammasi o'z iziga tushadi. Aytganing kelsin, og'a. Xush kelibsiz, og'alar. Sizga ajoyib xabarlarim bor. Qani, marhamat, o'tiring. Yaxshilik bo'lsin, Kadir og'a. Qani, hamma yanada boy, yanada kuchli bo'lishga tayyormi? Rostini aytganda, men tayyorman. Kim bilsin aqlingda yana nima bor? Ko'rib turibsiz, molni u yerdan olib kel. Bu yerdan kirit, bir miqdori, bir qayig'i, bir qancha ishi bor. Meni aqlimga bir fikr keldi. Biz nega bunday dallollik qilyapmiz? Chunki yaxshi pul bor. To'g'ri. Lekin bundan ham ko'proq topa olamiz deb o'yladim. Tavba, tavba. Xo'sh, qanday qilib? Aytmoqchimanki, nega biz o'z mahsulotimizni chiqarmayapmiz? Qanaqasiga axir? Sotish qolib endi ishlab chiqarishga o'tamizmi? Xuddi shunday. Bu ishlar unchalik oson emas. Bir qancha dushmaning bo'ladi. Odamlar aytmaydimi? Bu mahsulotlar bozorga qayerdan keldi deb. Bir dunyo odam bor. Hamma narsa muvozanatdan chiqadi. So'ngir, seni yaxshi ko'raman, lekin bir kamchiliging bor. Meni g'azablantiradi. Doim tor fikrlaysan, birodarim. Kadir yana katta o'yin o'ynaydi, So'ngir. Xo'p. Qayerda qanday ishlab chiqaramiz? Devorning ham quloqi bor. Bu bir sir. Buni faqatgina men bilaman. Noto'g'ri tushunmang beylar. Sizga ishonmaganimdan emas, ammo shunga majburman. Lekin sizning ham bu ishning ichida ekaningizni bilishni istayman. Qo'shiladiganlar bormi? Boshqa tanlovimiz bormi? Bir ovozdan qabul qilindi. Taqdimotimiz ertaga kechki payt jihatning ofisida bo'ladi. Hamma mollar tekinga tarqatiladi. Hammangizni kutamiz. Yaxshi vaqt o'tkazamiz. Mustbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Aytgancha, shu kadrni juda e'tiborsiz qoldirdik, esingizda bo'lsin. Xo'sh, Eshref. Shu yetimlarni qachon qaytarib olasan?
Kadirga navbat kelmayapti-ku. Men mehmonxonani sog'indim. Qanday go'zal joyimiz bor edi. O'li agar men ham juda sog'indim, chiroyli ayollar kelardi, ajoyib ishlar bo'lardi. Ayiqning 40 ta biladigan qo'shig'i bor ekan. Hammasi nok haqida ekan. Axlat. Nima? Uning to'g'risi 40 tasi ham axlat haqida. Nima farqi bor? Axlat nok og'a. 40 tasi ham axlat haqida. Nok emasmi? Og'a, nok bo'lsa nok deyishardi. Axlat deyilgan. Demak, to'g'risi axlat. Film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. Allo. Nima qildingiz? Chiqyapmiz hozir. Hech kim kelmadi. Men ba'zi narsalarni eshitdim. Tinchlikmi? Kadir jihatni ketiga tushdi. Ofisi uchun. Xo'sh. Ya'ni bu Kadir aniq bilmadim-u, ammo bir nimalar boshlab yuribdi. Giyohvand dorilar, shunga o'xshash narsalar. Jihatga biroz ta'ziya ham o'tkazishibdi. Qachon? Bu kecha nimadirlar uyushtirishar ekan. Tushundim. Gurdallar borib tekshirishadi. Ha, to'g'ri, yaxshi bo'lardi. Kadir boshqa narsalar bilan ham o'ralashib yuribdi. Tekinga mol tarqatar emish. Hammaga. Tushundim, og'a. Gurdallar surishtirib ko'rishsin, gaplashamiz. Tushundim, Arslonim. Yangi ishga tayyorlaninglar. Kadir. Xuddi shunday sizga ish chiqdi. Qani xayrli bo'lsin. Yaxshi. Qo'llarim qichib turganda o'zi.